Assalomu alaykum. Mana biz ko'chatlarimizni kovlayapmiz. Ko'chatlarimiz 3 yoshar ko'chat, to'g'risini aytish kerak, lekin sifati dahshat. Mana sifatiga keladigan bo'lsak, ko'chatlarimiz sifati dahshat. Buni masalan nima deydi, ochig'ini aytish kerak, ko'mi ham 30 kilo, 20 kilo, hech bo'lmasa bir 10 kilo chiqib qoladi. Chunki ko'chatlarimizni sifati boshqa narsa. Mana orasi 40 ga ekilgan, masalan kimdir aytishi mumkin, o 30 ga ekdim, 20 ga ekdim deb. Lekin biz kafolat beramiz. Mana bu ko'chat mana bu yerdan boshlanadi. Mana shunday keladida, keyingi ko'chat boshlanadi buni. Mana undan keyingi ko'chat. Mana qarishlab mana barmoqlasak ham qo'rqmay 40 chiqadi mana. Mana yana shuni tushuntirib o'taylik. Sifatli ko'chat qilaman deganlar mana shunaqa eksa juda chiroyli bo'ladi. Shunda mana erkaklash mo'ldalari kamayib, mana shoxlar ajratib, mana shunday holatga keladi. Sifatli ko'chat so'raganlar bo'lsa marhamat. Bo'yi ham 1,5 metrlar chiqadi. Orasi yana aytib o'tamiz, 40 santimetrdan kichkina emas. Mana ko'chatlar. Sifatli ko'chatlarga marhamat.